qizil chakmonda ko'rdim. Judayam ko'zlar qamashadigan go'zal sohiba edilar. Va o'sha kecha osmonda to'lin oy ham chiqqan edi. Bir Rasulullohga qaradim, bir to'lin oyga qaradim, ammo Rasululloh go'zalroq edilar. Hassan aytadi: bundan avval yer yuzi mukammalroq va go'zalroq xilqat ko'rmadiki, illa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar. Yer yuzida Aminadan boshqa mukammal bir ayol inson tug'madiki, dunyoga keltirmadiki, u ham bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar. Ka'b aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashariyat inson ichidagi eng nurli xilqat edilar. Baro ibn Azib aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari qilichga emas, balkim to'lin oydek edilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kim uzoqdan ko'rsa haybatlanardi. Kim yaqindan ko'rsa u kishiga oshiq bo'lardilar. U kishining boshlari o'rtacha bo'lib, keng peshonalik, ikki qoshi o'rtasida tirishi faqatgina